Charchab ketdim. Kunlar ham ancha sovib qoldi. Odamlar, odamlar. O'zbek tilimizni qanday buzib gapirishadi-ya? Hayron qolaman. Nima emish? Astanovkada to'xtatib qo'ying. Ha, bekatda to'xtatib qo'ying desa nima bo'lar ekan-a? Hayronman. Zdachesini ovoling. Zdachesini ovoling emas, qaytimini ovoling desa bo'lmaydimi? Hayronman odamlar. Ой, привет, Oyjon. Как вы? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Bozorlarga charchamasin borib keldingizmi? Oyjon, kimsa barkab keldingizmi bozordan? Voy qizim, kelib oldim. Privet emas, assalomu alaykum. Zavarka emas, quruq choy deylik. Xo'p bo'ladi, mamachiga, xo'p bo'ladi. Siz nervnichis qilmay o'tiring, men ungacha sizga plov qilib beraman. U vaqtgacha Oyjon, siz maza qilib televizordan sevimli передачаlarni ko'rib o'tiring, men sizga yoqib beraman. Anchadan beri kelinimni oldiga kelmay, bu qizni ham o'zbek tiliga rus tilini aralashtirib gapirayotganini bilmay qoldim. Hali nevaralarim nutqi nima bo'ldi ekan? Til bilgan yaxshi, rus tilini bilsin, ingliz tilini bilsin, lekin baribir o'zimizni sof ona tilimizda tiniq, chiroyli qilib so'zlashsinlar. Kim ko'ribdur ey ko'ngil ahli jahondan yaxshi, kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshi. Bu zamonni naf qilsam ayb qilma ey rafiq, ko'rmadim hargiz niyatayin bu zamondan yaxshilik. Bejizga aytishmagan ekan. Til dil kaliti. Ko'nglim, dilim shunaqangi yayradi. Sog' bo'lsin. Buvijon. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom bolajonlarim. Buvijon, biz bog'chada yangi she'r yodlab keldik. Buncha ham yaxshi. Aytib berasizlarmi? Ha, tilim davlat tiradi, orti qudrati qadri, boshqa tillar ichida tikiladi chiroq qadrin. Zagarimsan, gaharimsan, so'zimsan, oq qora tanatuvchi ko'zimsan, pok tuprog'im, rizqi ro'zim, tuzimsan, o'zbek tilim, ona tilim, o'z tilim. Sen bobomni tilisan, sen momomni tilisan, o'zbekimni dilisan, jonajon o'zbek tilim. Barakalla bolajonlarim. O'zbek tili nafaqat aloqa vositasi, balki ajdodlar merosini avlodlarga yetkazib beruvchi ma'naviy ko'prikdir.